Qizlar, bizda Faberlikda morskoy kollagen bor. E'tibor bersangiz, hit продаж deb yozib qo'yilgan produksiyalar eng ko'p olinadigan produksiyalardan hisoblanadi. Artikli 158-76 men o'zim uchun oldim. Peptidi ribного kollagena deyapti. 21 porsiya. Demak, buni saharlik och qoringa ichiladi. Suvga aralashtirib 40 minut do завтрака deyapti. Sostavida vitamin C ham bor. Qizlar, обязательно olish kerak. Halal degan sertifikat bor bizda Faberlikda, bilasizlar. Artikli 158-76. S возрастом bizda organizmda kollagen vырабатывать qilmaydi. O'shaning uchun уже qarish prosessi tezlashadi. Biz ayollar hammamiz go'zal bo'lishni xohlaymiz. Shuning uchun bizga kollagenni ichib turishimiz kerak. Именно morskoy kollagen Faberlikdan tavsiya qilaman, qizlar. Buni VIP konsultant bo'lsangiz arzon olasiz. VIP konsultant bo'lish uchun 100 balldan zakaz оформить qilib turishingiz kerak. Lekin hozirgi katalogda siz har bir 1000 so'mlik produksiyangiz uchun kuponlar olyapsiz. Kuponlarga ham skidkaga olish imkoniyatiga egasiz. Обязательно oling. Mana shu kollagendan juda ham zo'r rezultatlar bo'lyapti. Bizda nafaqat shu morskoy kollagen, undan tashqari bizni kokteyllarimizning sostavida, undan tashqari Dabrogen aktivimizda ham kollagenni bor, qizlar. Dabrogen aktiv ham bilasiz, hit продаж hisoblanadi. Biz mana bu kokteyllarimizning har birining ichida kollageni bor. Olib foydalaning.